holatlaringiz qanaqa, shu haqida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. G'olib aka, sizga katta rahmat. 2 oy oldin keldim. Вообще yurolmas edim men. Enkayib, buklanib qolgan ahvolda keldim. Xudoga shukr, mana 2 oyda 4 ta lecheniyada keldim. Qo'llarim ishlayapti, mana ko'tarib. Yurishga ham madorim yo'q edi, dirdirab yurardim. Hozir yaxshi. Ishtaham 3-lecheniyada umuman ishtaham ochildi. Nima topsam yeyman, qarab yuraman, nimalar yesam ekan deb. Ishtahalarim yaxshi. Qo'llarim, oyoqlarim og'riqlari qoldi. Ancha. Yursam og'riydi, bo'lmasa og'rimaydi. Avval uzluksiz 24 soat og'rirdi. Umuman uyqu yo'q edi. Uyqu nimaligini bilmay 8 oy bo'ldi, 9 oy bo'ldi shu og'riqqa chidab, fevral oyining oxirida keldim. Mana mart, aprel oyining oxirida yana keldim 4-lecheniyaga. Endi o'zim yurib yaxshi kelyapman. O'g'lingiz bilan gaplashganimizda ham Nora opa, meni ayam xudo xolasa bu yerda onam yaxshi bo'lib ketar ekan, ishonch hosil qildik. Biz juda ham bir tushkunlikka tushib qolgan edik. Bu endi yura olmay qoladi, o'tirib qoladi, yotib qoladi degan edi. Hozir deydi harakat qilib yuryapti, u yoqda bo'lyapti. O'g'lingiz ham ancha xursand bo'ldi. Bizga qayerdan topdingiz, qanaqa kelib qoldingiz bizga? Men oldin doktorlarga juda ko'p bordim. Organizmim ukol, dori, tabletkalarni qabul qilmay qoldi. Shunchalik tirishib qoldim, uyushtirib tashadi. Keyin Boysunlik bir qudamiz bor edi. U kishi ham sherga kelib 4-5 ta lecheniya olib ketdim dedi. U kishi onkologichniy kasallik. Yaxshi, u kishi kelmay qopti, ancha yaxshiman deb kelishdi. Shularni tavsiyasi bilan bu yerga keldik biz. Mana shuni bilan Xudoga shukr, yaxshiman ancha. O'g'lim ham xursand. Biz ham xursand. Sizlarga katta rahmat, G'olibjon akaga.